Salom do'stlar, bugungi videomizda men yangi Minecraftda survival qilaman. Qanunda ketdik. Do'stlar, birinchi daraxt chopib olaman, keyin videoni yoqaman. Do'stlar, video boshlamasdan kanalga like va obuna bosib qo'ying. Men 63 taman, menga 87 ta obunachi kerak. Shuning uchun like va obuna bosib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Bilyat qo'yib ketdi. Yonimda bitta cho'chqa bor ekan. Bunga men shader qo'shib qo'yganman. Sizlarda oddiy Minecraftda bo'lib turadi. Men o'zim shaderlari bor, keyin ko'rsataman. Do'stlar, men hozir qo'yni urardim. Keyin tosh qo'ylamoqchi bo'lib kiraman hozir. Bitta g'orcha qilib. Do'stlar, ertaga men ukalarim bilan boyvakamning ikkinchi qismini tosh chiqdi. Boyvakamning ikkinchi qismini olamiz ukam bilan. Hozir boyvakamning, ya'ni boy bo'ladigan bola sizlar bilan salomlashmoqchi. Qani salomlashchi. Salom do'stlar, men akamning ukasiman. Ismim Elbek. Akamning kanaliga obuna bo'linglar. Tez kunda 67 ta bo'ladi. 67 obuna bo'linglar. Ha do'stlar, gravi chiqdi. Yo'q, gravi emasmi? Gravi emas. Zotda bu toshga o'xshamaydi. Shuning uchun bu yoqqa qarab qazib ketaveramiz. Do'stlar, ozgina tosh yig'ganimdan keyin videoni yoqaman. Do'stlar, hozir menda 23 ta bo'ldi. Sizlar bilan gaplashib qolmoqchiman. Shuning uchun astan, bu nima? Yo'q, shag'ar ekan. Astan qilaveramiz shunda. Do'stlar, boyvakamni albatta intiqlik bilan kutib o'tirganlar bor, men bilaman. Men boyvakamni birinchi qismida 1000 odam ko'rgan, keyin yuzimni ko'rsatib video oldim degan paytda ham 1000 odam ko'rgan. Shuning uchun undan keyin boyvakamni olib bo'lgandan keyin yuzimni ko'rsatib oldim degan videoni ikkinchi qismini ham chiqaraman. Hozir bu yangi Minecraft ikkinchi qism survival deb qo'yaman. Chunki survival ham olaman bunda. Sizlarga bu keyingi videomda birinchi qism deganimda bu Minecraftning nomi yozilib qo'ygan. Albatta videoni ko'rib like bosib qo'ying. 87 bo'lishimiz kerak. 55 ta, 56 ta, 4 ta kerak menga. Ayni 4 tami? Yo'q, sindi. Ozgina balandroq qilamiz zugini. Endi men shu verstaga kirib ularni keyin buni topor yasadim. Lapata yasamabman. Lapata buni o'rniga endi lapata olamiz. Keyin go'sht, keyin kirka. Keyin buni verstakni olamiz. Do'stlar, bunga shader qo'shib qo'yibman. Kim nimaga bunaqa bu Minecraft bot ekan-ku deydiganlar uchun men o'zim bu Minecraftga shader qo'shib qo'yganman. Shaderda shunaqa ko'rinyapti. Menga shu shader yo'qdi, boshqalari ham bor, 3 ta bor. Bundan keyingisida kelasi videolarda ham unaqa, ya'ni shaderda o'ynayman. Hozir menda 12 ta taxta bo'libdi, hammasini qilib olaman. Ana endi men qo'y topishim kerak. Hop, mana qo'ylarni o'ltirib junni olishimiz kerak. Jun bizga kerak, ham ovqat ham kerak. Cho'chqani o'ltirmaymiz. Go'sht harom. Mol ham bor ekan. Avvalgilar cho'chqani tanib bo'lmaydi, buni hech bo'lmasa tanib bo'ladi. Bu Minecraftda survival qildim degan videosida oxirida oddiysini ko'rsataman, ya'ni oddiysini, masalan, o'zi modsiz, shadersiz qo'shmagan Minecraftni ko'rsataman. Unda o'zi survival qilib boshlayveramiz videoni. Ovqat kerak, menga temir kerak. Bitta kon chiqsa yaxshi bo'lardi. Voy bilan 3 tasi. Yo'q aka. 3 ta bo'ldi. Men hozir video olayotganim o'zi 5 minut bo'libdi. 5 minutdan ichida toshlar, silahalar bo'ldi menda. Endi buni
bunaqasiga qo'yib yuborib, sakrab ursin kerak shunaqa. Shunda bitta udardi bo'lar edi, ammo bo'ladi. Bizlarga bo'laveradi. Yuguraman qopman. Bu lavboklar kerak emas. Lavboklarni qo'yib pechka ham yasaman. Bitta kravat yasaymiz, keyin esa pechka. Tikda o'ynaganim uchun hozir esimda qolgan, nima pechka, nima verstak. Ham daraxt chopib olgan ekanman, shunda pechka qo'yib turamiz, ko'mir topgancha. Endi kutish kerak do'stlar. Sabrni tagi rohat deydimi, shunaqada. Mana bulardan bug'doy qilib qo'yishgan shedr uchun. O'zi aslida bug'doy bo'lish kerak-da. Bu kerak emas, menga ovqat kerak. Aslida bunda kam, ya'ni ko'p yursangiz kamroq bo'lish kerak edi. Mana bu ustidagi, ya'ni mana bular kamroq ketish kerak edi. Ammo ko'p ketyapti. Buni olamiz. Keyin yuvamiz. Hoppa bo'ldi. Keyin nima qilamiz? Ot bor ekan. Ot kerak emas. 6 minut bo'ldi videogamizga. Buni qo'yib, buni qo'yamiz. Ikkitasi bir tur. Do'stlar, videoni nima deyapman? Mana bu pechkadan narsalar pishirib qo'yib, videoni yoqaman. Do'stlar, hozir yana mana bu 6 tasi qoldi. 6 tasini pishirish kerak. Cho'chqa harom. Menga shu ovqatlar yetadi desam, faqatgina 3 tagina mana bu bor ekan, ya'ni nima ismi nima edi buni? Cho'chqaning go'shti, cho'chqa deyapman. Qo'yni go'shti. 3 tadan to'ldirsa, mana bitta qolib qo'ydi. Nimaga lekin cho'chqalardan bitta beradi. Haqiqiy Minecraftda esa buni 3 ta eng ko'pi yoki 4 ta. O'zi faqatgina 3 ta yoki 2 ta tushadi. Buni yetamiz. Bo'la qol. Va nihoyat oxirgisi va oxirgi taxta. Menimcha qila olmaydi. Oxirgi taxta va oxirgi go'sht. Va bo'la qol. Yetdi. So'nggi soniyalarda yetdi. Qo'ymasam ham bo'lar ekan. Endi bu verstakni ham yoqib ketamiz. Mana endi verstakni kon topishim kerak. Kon topganimdan keyin videoni yoqaman. Men bo'roylarni ham topdim, ammo kon topa olmadim. Yonida kon bor ekan. Voy. Ajalingni topding-ku, ukan. Ajalingni mana ajaling. Mana bu ko'mir. Hozir endi ko'mirni qo'yamiz. Mod qo'shib versam bo'ladi, lekin bu Minecraftga mod qo'shib bo'lmaydi ekan. Sho'r bo'lmaydi ekan. Xuddi bizlar ukam bilan videodaganga o'xshab. Temir. Temirlarni uxlatib ketamiz. Do'stlar, kechirasizlar, men shamollab qoldim. Shuning uchun ko'p gaplarda menimcha meni tanimayapsizlar. Do'stlarim ham o'zing o'zgartdi dedi. Shunga men og'rib qoldim bugun. Kech bo'ldi, uxlab olish kerak. Yotog'im ko'k. Do'stlar, menga ko'pincha qora rang yoqadi. Do'stlar, mana turib oldik. Endi ko'mirlarni chopib olamiz. Skeletni o'zga o'tdi. Do'stlar, men shu yerda ko'mirlarni uxlatib o'tirman. Mana shu yerdagilarni hammasini uxlatib olgandan keyin videoni yoqib o'raman. Do'stlar, men 70 ta bo'lsam, yuzimni ko'rsatib oldim degan videoni qilmoqchiman. Men boyvakamonni olib qo'ygandan keyin qo'ymoqchi emasman. Chunki do'stlar, sizlar ko'p odamlar obunachisiz ko'ryapti. Menga yoqmayapti. Keyin bitta bola mayli ko'zga qaramaslik kerak aytgancha. Ko'zga qaramoqchi edim. Endi pora tushamikin. Bitta o'tarib ko'raymi? Orqadan, qatdan. Kelmadi. Qo'rqoq ekan. Lekin ovoz chiqyapti. Bu yerda temir bor ekan. Temirlarni uxlatib olamiz.
Nimaga duduqlanyapsiz desanglar, ko'p bo'ldi Minecraft o'ynaganga. O'zi kecha o'ynab boshladim yana. Boshqatdan. O temirlar olami, Guliston. Ya bitta fakirlasa olmasam, sizlar ko'rmaysizlar-da. Do'stlar, men shu yerda ham temir topib oldim. Ana endi bu yoqqa qarab ketyapman. Ko'mir topib oldim. Do'stlar, agar 80 ta yoki 100 ta bo'lsak, yana ikkita ukam bilan Darken videosini olaman. Shuning uchun do'stlar, like va obuna bosib qo'ysanglar, tez 80 ta 100 ta bo'lsa, zo'r bo'lardi menimcha. Mana bir artefaktlarda tenglasharmidim, hech bo'lmasa 100 ta. O'sha Botir. Kim yutadi? Nurbanga Habib. Qani? Ikkalasini ham qo'yib tashladi. Mana endi men yana emas. Menimcha o'z buni qo'yib tashlaman. Bittagina loy blok uchun men shuncha urdim. Nima bu? Nima? Zombini go'shti ekan. Ola mana. Zombini go'shti ekan, bilet. Amalda bu yoqqa sakra olamanmi? Yo'q, bu parkur. Tez temini uxlatib bo'ldam. Bu graviymi? Yo'q, graviy bo'lsa menga yoqmaydi, graviy. Zombini go'shtini ana o'sha qachon ketadi? 3 soatda $1,5 milliard dollardan keyin ketadi. Temirlar olami, lekin Guliston ekan bu yerda. Yangi emas, 1.14 versiya, shu ko'proq chiqyapti menimcha. Qani ko'raylik, nimalar bor ekan. Ovqat yeb olmasam, bu yerda moblarni ozlar chiqadi. Va yaramas. Lava. O'rimchik. Qani, u suvga cholamanmi? Taxmin. Koordinami Water Drop Pro Max mana. Yana endi bilan uxlatib olish kerak. Hozir menga ham suv ketadi. Hop mana. Do'stlar, bo'ldi, men bunga videom shundan iborat edi. Creeper bo'lmaganda 15 minutlik videolar edim. Shuning uchun xayr do'stlar. Creeper yaramas deb o'lib qoldim. Obuna bo'ling.